Siz Zamin axborot dasturi bilan tanishyapsiz. So'nggi yillarda Jizzax shahrida ko'p qavatli uylar, yakka tartibdagi aholi yashash xonadonlarida nafaqat ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash, balki aholining sanitariya-epidemiologik holatini yaxshilash masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Jizzax viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi hamda Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda Jizzax shahrining ayrim mahallalarida qo'shma reyd tadbirlari o'tkazildi. Hozir shu haqda. Aytish joizki, bugungi kunda Jizzax viloyatida suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. 2027-yillarga mo'ljallangan dastur asosida 32,2 kilometr yangi suv quvurlari qurilishi hamda 41,3 kilometr mavjud tarmoqlarni rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Xususan, Jizzax shahridagi ittifoq, do'stlik va yoshlik mahallalarida amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida 21 kilometr ichimlik suvi hamda 14,1 kilometr oqova suv tarmoqlari rekonstruksiya qilinib, 22 mingdan ortiq aholi uchun xizmat sifati yaxshilanadi. Tashkil etilgan reydlarda oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanib olish holatlari o'rganildi. Mutasaddilar tomonidan noqonuniy ulanishlar aniqlanib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli choralar ko'rilmoqda. Mazkur tadbirlarning asosiy maqsadi kanalizatsiya tizimining barqaror ishlashini ta'minlash, sanitariya talablariga rioya etilishini nazorat qilish hamda noqonuniy ulanishlarning oldini olishdan iborat. O'rganishlar davomida Jizzax shahri Do'stlik mahallasida 4 nafar fuqaro oqova suv tarmog'iga noqonuniy ulanib olganligi aniqlandi. Holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-1 moddasiga asosan ma'muriy jarimalar rasmiylashtirildi. Reyd tadbirlari davomida 2025-yilda ko'chaga kanalizatsiya tarmog'i tortilgan bo'lib, aholi xonadonlari kanalizatsiya tarmog'i uchun ikki tomonlama suv ta'minoti bilan shartnoma tuzmasidan foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Aholi xonadonlariga hisoblagich bo'yicha oqova suv kanalizatsiya tarmog'i uchun 1-mayda yangi tarif bo'yicha 2000 so'm deb belgilangan. Aholi xonadonlariga shu bo'yicha tushuntirish ishlari berildi. Bunday noqonuniy ulanishlar tizimga ortiqcha yuklama berib, turli nosozliklar va avariyaviy holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois bunday qoidabuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda. Ma'lumot uchun, Do'stlik mahallasining ichimlik suvi va oqova suvdan qarzdorligi 241 million so'mni tashkil etmoqda. Bugungi kunda Jizzax shahridan chiqayotgan oqova suvlar 150 kilometr kanalizatsiya tarmoqlari va 7 ta nasos stansiyasi orqali kunlik 30 ming kub metr quvvatga ega tozalash inshootlariga yetkazilib, qayta ishlanmoqda. Shahar bo'yicha kanalizatsiya qamrovi qariyb 70% ni tashkil etadi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, bu kabi reyd tadbirlari muntazam davom ettiriladi.